ertalabdan biza taksida salonga ketyapmiz. Salonni oldida oyimlar yashaydilar. Oldimizda ham shu yerda yashaganmiz. Muhammadni tashiyman oyimlarga. Oyim bir soatcha qarab turadilar. Sut sog'ib berdim o'shaning uchun. Mana esa salonga kirib, protseduralarim qilib qosh va kiprik laminatsiyasi. Nimaga tayyorgarlik ko'ryapmiz? Kim biladi? O'zinglar topasizlarmi yo o'zimiz aytaylikmi? Xudo xohlasa. Mana shu hafta bitta zo'r xursandchilik bo'ladi biz uchun. Shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Turmush o'rtog'im uydalar, tovar yig'yaptilar, tayyorlayaptilar. Men shu salonga Muhammad Koreys buvsinikiga. Oyim endi shu. Bola o'zlari qarab turmoqchi edilar, bola talash oyim manikiga olib ketadilar.